Mana hozir biz Registonning janubi g'arbida joylashgan eng bir muborak bir maskan, qaysikim Xo'ja Abdudarun bir majmuasi bilan mashhur bo'lgan masjidda turibmiz. Bu joyda dafn etilgan avvalo shaxs to'g'risida to'xtalib o'tgan bo'lamiz. Ya'ni bu zotni to'g'rilarda Qandiyada, Samariyada aytib o'tilgan Xo'ja Muizziddin rahmatullohi alayh asl ismlari va Samarqandning devori qadim da ya'ni ichkarisida joylashganliklari uchun u kishini Xo'ja Abdudarun taxallusi bilan nomlaganlar. Otalari esa Xo'ja Yaqubning nimalari, dafnlari ya'ni devorning tashqarisida bo'lganliklari uchun u kishi Xo'ja Abduberun nomi bilan mashhur bo'lganlar. Bular Imom Abu Mansur al-Moturidiy o'zlarini bir gaplarida aytgan ekanlarki, mana ko'mishda mana shu